Assalomu alaykum. Anoraxon ona bilan bog'landikmi? Sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi onajon? Rahmat. Bugungi ajoyib ayyomlar 8-mart xalqaro ayol qizlar kuni qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Qo'shaloq bayramlar, tug'ilgan kunlaringiz, Allohimga banda, rasulimizga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kunlaringiz qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin onajon. Rahmat qizim, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, bizga ham bayram. Xayrli yoshlaringizga yana ko'p bora yoshlar qo'shilishiga tilakdoshiman. Onajonim sog' va omon bo'lib yuring. Doimo bahor gullaridek yashnab yurishingiz tilakdoshimiz. Rahmat qizim, rahmat. Ayni daqiqalarda sizni ota-onamga va yaqinlarimga dil izhorim loyihasidan birozgina vaqtingizni olib turgandim. Rahmat. Bugungi ajoyib ayyomlaringizni chiroyli bir kayfiyatlarda o'tkazishlik maqsadida mehribon, qalbga yaqin, qadrdon insonlaringiz bugungi shukronalik, shodiyonalik kuningiz hamda bayram bilan sizni tabriklash, qutlash va albatta xursand qilish maqsadida bizga murojaat qilishibdi. Rahmat qizim. Sog' bo'ling. Shu o'rinda sizga bir savol bilan murojaat qilsam. Ushbu tabrik maktublarini kim tomonidan deb o'ylaysiz? Qaysi yaqin insoningiz tabrik xatlarini loyihamizga yo'llayotgan bo'lishlari mumkin? Albatta atrofingiz sizga mehr ulashguvchi yaxshi insonlarga boy. Onajon, yana bir bora taxmin qilib ko'rasizmi? Desam, barmi? Kelinimmi? Albatta bizga alohida murojaat ila barcha yaqinlaringiz va oila a'zolaringiz, qizlaringiz Lobarxon, Munisaxon opa, o'g'lingiz Rustamjon aka, keliningiz Mukarramxon opa va musofir yurtda yurgan o'g'lingiz Yunusjon aka, nevaralaringiz Yusufjon, Muhammadjon, Asliddinjonlar nomidan keliningiz Gulassalxon opamiz sizni bugungi bayram bilan chin qalblardan samimiy muborakbod etishibdi onajon. Onajon, vaqtingiz bormi? Albatta chiroyli bo'lgan tabrik maktublarini ularning nomlaridan o'qib, eshittirib, yetkazdirib qo'ysam degan maqsadda edim sizga. Ha, vaqtim bor, mana turibman. Tashakkur, minnatdorman. Assalomu alaykum. Uyimizni fayzi, barakasi, bahor misoli chaqnab, porlab yurgan onajonim, xush kayfiyatligim, hokisorim. Bugungi go'zal ayyomlaringiz bilan sizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Jamiki oila a'zolarimizni tabriklab muborakbod etmoqchiman. Mehribon, mehrda tengsiz volidam, bunday kunlarni siz bilan birgalikda har yili nishonlab o'tirishlik baxtlarini Allohim biz farzandlaringizga nasib aylayversin deb qolaman. Hayot yo'llaringiz doimo uzoq bo'lsin. O'zingiz kabi sodiq va go'zal qalbli insonlar hamisha siz uchun hamroh, yo'ldosh bo'lsin deb qolaman. Mana shu quyosh misoli chaqnab porlab turgan ushbu nurli yuzlaringiz aslo g'am, anduh nima ekanligini bilmasin. Doimo kulgi va tabassumdan ushbu ma'yus chehrangizdan sarmast bo'lsin onajon. Faqatgina biz farzandlar baxti saodatini ko'rib yuring ilohim. Sizni aslo go'zallik, latofat tark etmasin. Doimo mana shu bahor misoli, bahor gullaridek xush kayfiyatlarda umr guzarolik qilishingizni ham tilakdoshiman. Mehribonim, siz uchun bu dunyodagi eng ajoyib bo'lgan samimiy tilaklarni tilasam-da kamdek tuyular. Men uchun avvalo albatta doimo Allohimdan avvalambor so'rab qolamanki, hamisha har yerda o'zining panohida bo'lib qoling. Qalbingizda nimaiki shirin orzu niyatlaringiz bo'lsa, mehribonim barchasiga bekam ko'z erishing va bu dunyoni o'zi sevgan, suygan bandalari qatorida, baxtli insonlar qatorida qilsin. Mehribonim, mehrda tengsizim, volidam, onajonim, nuri didam, ilohim baxtimizga salomat yuring. Dadam bilan qo'sha qarishni, Makka Madina safarlariga borishni, bolalaringizni huzurini ko'rishni Allohim nasib etsin. Onajonim, tug'ilgan kuningiz yana bir bora tabriklayman.
Jonim onam, men musofir keliningizni kechiring. Ko'nglingizni og'ritgan bo'lsam, ilohim, o'g'lingiz, qizlaringiz, nevaralaringiz baxtiga dadam bilan doimo bosh bo'ling. Bizni o'ylar yagona, aritgan ko'p g'amxonam, oqibatli bir donam, hammadan zo'r qaynonam. Boshim silab bo'lam der, 40 mayizni bo'lib yer. Farzandim der, qadding ker, deydi meni qaynonam. Bag'rin kulib ochib, qalbimga nurin sochib, jahl qilmasdan suyib, hammadan zo'r meni qaynonam. Yuvib tarab o'stirgan, o'zi yemay yedirgan, bizga bolasin bergan, farishtam meni qaynonam. Kuyovim o'g'lim degan, kelinim qizim degan, xuddi o'zim degan, qaynonam meni ikkinchi onam deya ajoyib tabriklarni hamda she'riy satrlarni keliningiz desak adashgan bo'lamiz. Qizingiz Gulassal xon opajonimiz siz tomon hadya qilibdilar onajon. Rahmat, sizlarga ham bayramlar bilan. Salomat bo'ling onajonim, yana bir bora shukronalik, shodiyonalik kunlaringiz hamda bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Hamisha bahor gullaridek yashnab yurishingiz tilakdoshimiz onajon. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling onajon. Mayli, rahmat, sizning barak. Sog' bo'ling. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam, yoqimli so'zlaring bolim qaynanam. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam, voy 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 asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam. Uyat bo'lar agar so'zin ilmasam, uy yumushlarini bilmay qiynasam, indamas